Men belim, oyog'im og'rib kelgandim. Mana umurtqa jamoasida 5 kun davolanib, ancha yaxshiman. Oyoqlarimda, bellarimda og'riqlar qolib, ancha yengil tortdim. Opa, bizga kelgan paytingizda nimalar bezovta qilardi sizni? Nimalardan qiynalardingiz? O'tirib turganda oyog'im uyushib, yurishga qiynalardim. Belimdan, oyog'imdan ushlab turardi. Qiynalardim, rosa qiynalardim yurishga. Endi ancha yaxshiman, o'tirib turishga qiynalardim-da. Necha kunlik muolaja oldingiz? 5 kunlik muolaja oldim. 5 kunlik, ha. Hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. 5 kun davomida sizga eng yoqqan lechena qaysi biri bo'ldi? Qaysi Massaji, ignasi, hammasi yoqdi. To'qi, ukollari hammasi yoqdi menga. Hop, hozirgi holatingiz qanaqa? Ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldingiz. Yaxshi Bemalol oyoqlarim. harakatlanyapsiz. Oyoq o'tirib turishingiz yaxshi o'tirib turishim bo'ldi. yaxshi, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Endi bundan buyog'iga rejalarimiz qanaqa? Ana yaxshi bo'ldingiz. Qariymiz, kutinamiz, mashqlar qilib yuramiz. Agar sizda ham umurtqa pog'onasi grijasi, protruziya, skolioz va shunga o'xshash muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, biz umurtqa jamoasi siz uchun yordam berishga tayyormiz. Biz bilan bog'lanish uchun pastdagi havolaga bosing yoki quyidagi raqamlarga murojaat qiling.